Men shanba-yakshanbadan tashqari onamni biror kun uyqudan uyg'onib ko'rmaganman. Kiyimlarimni, nonushtalarimni tayyorlab ishga ketgan bo'ladilar. Onam ishdan kelib ham ko'p vaqtlarini ishlarga ajratadilar. Lekin men onam bilan ko'proq suhbatlashgim keladi. Ba'zan ota-onalar qo'ng'iroq qilib norozilik qilishganida onam xafa bo'lib qoladilar. Shu payt onamga rahmim keladi, lekin onam kun davomida 30 ta bolaga qaraydilar. Onamga boshqa ish qilishlarini ko'p iltimos qilaman, lekin onam xohlamaydilar, chunki tarbiyachilik hayotlarining mazmuniga aylangan. Mening ukam yo'q, lekin aslida onam tarbiyalagan yuzlab bolalarning hammasi meni ukamdek. Shundan xursandman. Bir kungacha onam telefonda gaplashib yig'lab yubordilar. Sababini so'rasam, tarbiyalagan bolalari prezident maktabiga kiritdi. Xursandchilikdan yig'labdilar. Men ham onam uchun ich-ichimdan xursand bo'ldim. Bayramlarda bolalari va ota-onalari Telegramdanmi, telefondanmi tabriklashsa, shunaqa xursand bo'ladilarki, hamma qiyinchiliklarim, charchoqlarim tarqab ketadi deydilar. Balki mening onam kim uchun bir bog'cha opadir, lekin men uchun O'zbekiston kelajagini tarbiyalayotgan qahramondir.